Dersimiz davamlaştırmaz hürmetlik vatandaş. Bugün Çislağaş 2023 yıl 9. ayının 20. günü haftaga çarşamba. Şunaqa ya? Ha, Xudoy. Endiki mavzu munda vatandaşım. Bu mavzu hele kısa haberler degenimizge azırak okşap getirdi. Lekin bu torbetki video film emas. Yani torbetning ikinci xil şekli yazma, makale haber şekli yetib kelgan haberlar vatandaş. Birinchi, Prezident Joe Biden Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy nutq so'zli. Voy, men yana ma'nili bo'libdi, kechiring. Bu demek mavzu yoki birinchi deyli. Bu demek bugünkü Jungo. Mavzulu haber 9. ayının 20. günü Venvitor bitiri ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Yaqinqi vaziyat yuqori darajalik amaldarlar ata özünün ordini saqlab qala olamdi, qala olmamdi bilmaydi. O'tir burjuaziya ata özünün turalgı uyini saqlab qala olamdi, qala olmamdi bilmaydi. Tüven qatlamdaki kişiler ata külleri nemi boludu bilmaydi. Hemmisi Allah saadetçilik işide gün ötküzü batıda, Jungo'da. Lekin bir kanuniyetini aks ettirip berdi. O nime? Hemmisi demek vakit meselesidir. Ama adam Jungo'da kütmekte zaten nemini kütüdü? Bugünkü Jungo. Siz bu ne? Biz bu nemi deymiz? Gumran buluşunun harpisi. Alak buluşunun harpisi. Cemiyetin umumi haleti. Emeldardan tatıp fırağıça, yukurdan tatıp tüvengiçe, tüvendin tatıp yukurguça, hemmisi. Hatta reis Xi Jinping şunun işi vatandaş. Çünkü onun etrafındaki adamların o işini diyen bir mi adam kalmadı. Bunda ahval aslında Xi Jinping yüzüne yerge koydu. Meselemiz yani. Hazır Pütkül, Jungo cemiyeti gumran ya kompartiya rehberligideki hakimiyetinin gumran buluş harpsida turvatıdı. Yani bir haber. Jungo parasla hükümet kabinetinden çıkıp gitti. Yaponiyanın Tayvan'ı özüge tartıp kelişi bu fakat vakit meselesi bulup kaldı. Mavzulu haber 9. ayının 19. günü Venvitor biti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Yakında Yaponiya hükümet kabineti özgertip teşkillendi. Nurgun emeldarla almaştırıp etildi. Cümleden Tashqi ishlar ministri Lim Fangjing yetkib etildi. Bunun o'rniga Shinzo Abe davridagi Shang Chuanyangzi qo'yildi. Yaqinda Yaponiya kabinetida o'zgarish hosil bo'ldi. Gapning postkallisini qilsak nima desangiz, amaliyati Jungoparast, hokimiyat ichidagi Jungoparast amaldorlarni tozalab etdi. Bunun o'rniga endi Tayvanparast amaldarlar o'ttirib qo'yildi. Bu bir sezgir tema. Yaponiya hükümet kabinetining ichidagi bu o'zgarish bak sezgir tema vatandaş. Esingizda bo'lsin. Tayvanni Yaponiya mustamlika qilgan edi. Amerika ozod qildi Tayvanni. Hozir Tayvan shu holati, hozirgi holat degan so'z muqim iborasi turyapti vatandaş. Yaponiya endi demek Tayvanga boshqa munosabatda bo'lamdi. Hal qilg'uch omil yana Yaponiya jumi. Amerika Qo'shma Shtatlar jahon tinchligi va jahonning Amerikachi strategik maqsad muddaolari ustidan gap qilishi mumkin, lekin konkret aytganda Tayvan masalasi amaliyati Yaponiyaning masalasidir vatandaş. Yani bir haber. Tayvanga dost davlatlar, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida orqa-orqadan chaqiriq qilib, Tayvandan Birleşken Devletler Teşkilatı'ga qaytib kelishini talab qildi.
Mavzulu xabar 9 ayının 20 günü Amerika ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tayyip 18. navbatlik ve 78. navbatlik Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Yig'ini Amerika New York şehrida boshlanadi. Haftaning 2 günü 9 ayının 19 günü boshlangan odatdagi muhokamada Tayvanning do'sti Vetmala, Paraguay, Palau qatorliq davlatlar hamkorlashib Tayvanni bu sistemaga ilib kirishga haydakchilik qildi. Chexiya Beijingning Tayvan bo'g'ozida vaziyatni jiddiylashtiriganligini qattiq aybladi. Biz Arlıqda Erkin Asya Radyosu Xitoy tili programmasi da nima deyilgan edi? Nima deyilgan edi? Bu qatim Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yig'inida yoki qandaqdir bir yig'inida Ukraina masalasi bilan Tayvan yandash masala bo'lib keladi. Tayvan masalasi yandash bo'lib o'tirib qo'yiladi degan edi vatandaş. Bunu Erkin Asya'nın shunda anglatgan edi. Şunlaşqa deb xulos chiqargan edi Erkin Asya Radyosu Xitoy tili programmasi. Şunlaşqa yoki Wang Yi Tashqi ishlar ministri yoki Xi Jinping davlat raisi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'iniga, umumiy yig'iniga qatnashishga kelolmadi. Hech qanday amaliy huquqi yo'q. Davlatning ma'mur raisi Han Jingni Birleşken Devletler Teşkilatı avatdi degan. Bu gap mi qoldi hozir? Gap nereden başlandı vatandaş? Birleşken Devletler Teşkilatı'da Tayvan'ın o'rni meselesi qandaq derecede o'rni o'ttiruq qo'yilish harpsi shundaq ciddi bir paytda Jungo'ning Tashqi xizmat komitetining Markaziy komitet Tashqi xizmat komitetining mudiri buni men sizlarga nimishga mujmal bo'lib qoldim desiniz hozir Jungo hukumat taraf Wang Yi'ni ya Tashqi ishlar ministerligining ministri deb atamaydi yoki boshqa bir yo'l bilan atamaydi. Hozir yangi atash Wang Yi Jungo Kompartiyasi Markaziy komiteti Tashqi munosabat xizmatining mudiri deb atayotdi. Shunga odam mujmallashib qoladi ekan. Shu sifatda bo'lsin, shu amalda bo'lsin, dal Birleşken Devletler Teşkilatı yig'inida Tayvan masalasi o'tirib qo'yilgan chaqda Wang Yi ziyoratga yoki ziyoratmi deyli alayda suhbatga Maltada o'tkaziladigan Amerika Qo'shma Shtatlar Aqsaray davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan bilan Maltada 12 soat suhbatlashdi vatandaş. Jungo'ning Yer shari Vaqt gazeti e'lon qilgan xabarida Tayvan masalasi to'g'risida uzun to'xtaldi. Shunami? Uningdan keyin 18 kuni bu Wang Yi apandi, ministr Wang Yi apandi Moskvada paydo bo'ldi deb sizlarga topshirdi. Shuningdan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'da Tayvan masalasining yirik oldi o'tirib qo'yilishi sel yumshab ketdi vatandaş. Biroq uning ulapla keldiği nimish bo'ldi? Bu sizga bizga munosabatli ish bo'ldi vatandaş. Tayvanning masalasi Birleşken Devletler Teşkilatı'da yirik oldi o'tirib qo'yilishi din kiyilla yoki yumshab ketishdan kiyilla Uyg'urning masalasi yetib keldi. Endi mana anglaysak xabarni. Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy munozarasi yandash faoliyatni to'smoqchi bo'lishi norozilik qo'zg'adi. Mavzuli xabar 9 ayning 19 kuni Erkin Asya Radyosu'ning Uyg'ur tili programmasi e'lon qilindi. Bu xabarni tarqatquchi Washingtondan tarqatquchi radioning muxbiri Iroda xonim Birleşken Devletler Teşkilatı Umumi Kengeshining 2023 yillik umumiy munozarasi 19 sentabr kuni boshlandi. Bu umumiy munozarada har qaysi davlatlar va hukumatlar boshliqlari Birleşken Devletler Teşkilatı shtabiga jam bo'lib, navbatdagi dunyo tartibidagi jiddiy masalalarni muzokara qildi.
Muşundaq bir paytda Amerikadagi nüfuzluq aqllar amiri bo'lgan Atlantik kengashi va kishilik huquqni kuzatish tashkiloti birlikda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy munozarasiga yondosh bir faoliyat o'rinlashtirib, xalqaroning diqqatini Uyg'ur masalasiga qaratmoqchi bo'ldi. Yig'inga Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo har qaysi davlatlarning vakillari taklif qilinadi. Yuqorqi bu ishki organ tarafidan o'rinlashtirilgan yondosh faoliyatda nutq so'zlaguchilar Amerika Tashqi ishlar ministrligining yer shari jinoiy ishlar adliyasiga mas'ul alayda elchi Bet Van Shah xonim. Shundaqli Yevropa İttifaqı tashqi harakat mulozimati EEAS'ning ko'p taraflik ishlarni boshqaruvchi direktori Belin Martinez Carbonell. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq komitetining sobiq komissari Xalqaro tinchlik instituti bosh ijroiya amaldori Shahzoda Zayd Al-Husayn qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yandash tema, yandash muhokama, yandash munozara, ya'ni dunyoni xalqaro jamiyatni Uyg'urlar masalasiga jalb qilish uchun tashkillangan yig'in. Buni kuzatish tashkiloti, shundaqla Atlantik kengashi tashkiloti tashkillagan yig'in. Uyg'ur masalasidan hamda, shunami? Biz hozirgacha nimaga qarab turib keldik? O'tgan deyilgan bo'yicha nima? Biri Ukraina masalasi, ikkinchisi Tayvan masalasi degan edik. Endi hozir sizlar qisqacha nima dedim? Tayvan masalasi sal bo'shab qoldi. Sabablik deb turdim. Keyinda Uyg'ur masalasi chiqdi vatandoshlarni. Iroda xonim tayyorlagan xabarni Xitoy tushganmi? Shunga diqqat qilinglarki, hozir Uyg'ur masalasi bo'yicha xalqaro saptiki kurashda Uyg'urga munosabatlik ba'zi maqoli xabarlar hozir Xitoyning tor betlarida hatto demokrat deyilgan atalmış tor betlardimi qisqarib qoldi, aziyib qoldi vatandosh. Tushundingizmi? Shunga bilib olingki, demokratiya nima, vatan nima, vatanparvarlik nima. Anandagi eng muhim demokratiya nima, egilik huquq nima. Ana murakkab taraflarga chetiladi bu ishlar vatandosh. Muşu yuqorqi kishilar bu qatam Uyg'urlar yandash mavzu Uyg'urlar masalasi to'g'risida Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga fikr qilin. Mazkur yig'inning sohibxon o'rinlarining biri bo'lgan Atlantik munbirining takliflik tadqiqotchisi advokat Rayhon Asadmo bu yandash faoliyatdagi so'zlaguchilarning nutq so'zlaguchilarning biridir. Bundan başqa yana xalqaro kechirim tashkiloti va kishilik huquqni kuzatish tashkilotining mas'ullarimi bu muhokama yig'iniga, ya'ni yandash mavzu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inidagi muhim masalalarga yandash mavzu. Uyg'uriston masalasi to'g'risidagi bu yig'inda yuqorqi tashkilotlar va yuqorqi shaxsiylar fikr qiladi. Yani bugungi vaziyatimiz vatandosh